Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Biz kitabımızdaki birinci meşhette ki reallıqımızı el-meşhed er-rahil degan tema astida bir xuloslagan toq. Ondan keyin bu reallıqdan qanday qutulamiz? Raful vaqi bu tema astida başlagan toq. Ondan keyin plan, ummetni qutquzish plani, milletni qutquzish nahda filani qana şekilde başlanadi. Başlanış noktası ne? Degan noktada bir söz degan toq. Bunun birinci talebi avval qilmoqchi bo'lgan ishimizni qanday qilish kerak, bilish kerak. Nimani bilish kerak, nima ish qilish kerak ekanligini. Unda olganda mush nuqtadan qaragan vaqtda bizning ishimizga ketarlik birinchi omil son yoki sifat jihatda ma'lum darajaga ega, ma'lum sapoga ega bir to'p qurish avval. O'zgartish chaqini harakatlantiradigan to'pdan birini qurish. Bu birinchi ish. Ikkinchi ish bizning oldimizga keladigan bütün to'salg'ularning hammani yo'q qilish. Buning uchun masalani qanday qilish kerak? Boshdan oxiri to'g'ri tushunish kerak. Masala nereden cho'gilib, nega keladi, qayerdan cho'gilib, qayerga keladi, buni bilishimiz kerak degan nuqta bilan to'xtab, ikki namuna, ikki ulga ko'rib o'timiz degan to'q. Buning birinchisi an-namuzaj al-awwal. Mishak to'xtagan qarindoshlar, bugun darsimiz shu 62-navbatdagi an-namuzaj al-awwaldan boshlab o'qiymiz-ku deyman. Unda olsa başlayalım qarindoshlar. An-namuzaj al-awwal birinchi namuna, birinchi ulga davratu hayat ittihazul qararat. Yani qarar chiqarish hayotining ritmi deydi davra. Bu yerdagi qaror chiqarish nuqul bir odamdagi qaror demakchi emas. Men yoki sendagi qaror demakchi emas. Bu bir plan qarori. Bu plan nereden başlanıp, yani başlanış noktasını nereden qilamiz? Birinci to'xtaydigan bekat ne? İkinci to'xtaydigan bekat ne? Üçüncü to'xtaydigan bekat ne? Xotimisi ne? Bunun başdan axir bir aylanish sistemiga egichi bu. Mushuni bizga qanday qilmoqchi ko'rsatmoqchi. Bu yerdagi qaror olish qandaqdir? Unda normal qaror olish emas. Planninki amaliy jarayonidagi qaror masalasi. Yani kishiga munosib qaror emas, plan qarori yani. Uqpaqayla abturunum deydi. Law tasaalna, agar mandaq bir savollarni so'rab qolsak, kayfa tatashakkalu amaliyat ittikhaz al-qararat fi al-waqi' fi mashru' an-nahdat al-islami bishaklin 'am. Yani İslam uyg'unish planida reallikdagi qaror olish xizmati umum noktadan qandaq shakllanadi. Bir şeklin anlayan gap, ben Türkçe diye ben düşünüp kettim ama bence. Genel olarak deydi ya Türkçe'de, acı gap şu. Yani umumi noktadan qaragan vaqtida da parça kısımlarga, cüz'i kısımlarga girmeyimiz. Bir plan dedik. Bir meşru dedik, bir proje dedik. Yani milletni, ummetni qutquzish projesi dedik. Bu projede karar qanday elinadi? Nimaga tayinib elinadi? Men yani eskertib qo'yay qarindoshlar, bu bir kunlik, ikki kunlik yoki ani qilamdiq, mani qilamdiq qaror emas. Bir planning umumiy yo'linishining plani. Bu nimaga qarab, o bir odamga munosabatlik emas-ku ma ish. Bu bir odamga munosabat bo'lib qolsa, baxatarlik bo'lib qoladi bu. Bir odam bilan aloqasi yo'q. Bir ummat xarakterlik masala. Mushuna qarorlar normalda nimaga tayinilib shakllanadi demakchi. Balkim uqtiraldim. سنجد أن عملية اتخاذ القرارات تتشكل في 6 مستويات. Yani biz bir yerde şunu bayqayımız ki, şunu görürüz ki, karar elish xizmeti 6 basquşta şekillenadi. 6 basquşta bir karar çıkıyor. Karar deganimiz yine tekrar dey qarindoshlar, mana shuni qilli qilmayli qarar emas. Bir meşru qarori. Meşru'nun yürüyüşü, davamlışı, manoktunun demekçi. Bu 6 seviyeni,
6 bosqichni mushu biz hozir o'qib o'tmoqchi bo'lgan namuna temsil qiladi. Yani shuni bizga suratlab turadi, aks ettirib turadi, ifodalab turadi. Endi bu biz hozir so'zlamoqchi bo'lgan namuna faqat islom jamiyatlaridagi islom holatlariga tatbiqlanadigan namuna emas. Balki u islom jamiyatlaridagi islom holatlariga va boshqa har qanday bir o'ndan qopmoqchi bo'lgan har qanday bir jamiyatga, uyg'onmoqchi bo'lgan har qanday bir jamiyatga yantabiq tatbiqlanadi. Bu 6 bosqich tuandiki. Birinchidan النصوص المرجعية والتراث الثقافية. Yani dini manba ve medeni miras. Medeni miras. Müşekege vaqtda yani biz biraz özümüzge bir qarab muş narsalar to'g'riliq deb gap qilib to'g'ri keladi. Mencha aramızda 80-ci yılların oldidagi kishilar yo'q. Yani yo'q deganim tabiiyki 80-ci yilga tug'ilganlar bor, ama uning oldidagi bizning vaziyatimiz, bizning siyosatimiz ne tahlil qildiganlar yo'q deb o'ylayman. 80-ci yildan keyingi ahvollarga qarasak, ikki qitimliq bir hisobni bakroq parchalasak, masalan, 3 qitimliq yoki 4 qitimliq bir bosqichlarni beshimizni o'tkazyapmiz. 80-ci yildan 90-cı yilgacha bo'lgan 10 yil oraliqdagi bizning xalqimizningki, musulmon xalqimizningki Xitoylarninki madaniyat inqilobidan keyingi ishni ichib o'tish, islohotni ishga ichib o'tish degan bir nom bilan azroq qo'yayotgan siyosatning natijasida biroz bir uyg'onish ahvollari bor bizning millatda. Ya'ni burundan 30 yillik dindan chiqib ketgan yoki dindan yiroqlashib ketgan bir jarayondan keyingi dinga bir yuzlanish ahvoli bor. Ya'ni bir uyg'onish shakli va qanday shakl olsun. Muşunungdimi yani milletni meli to'g'ri o'g'ansin, xato o'g'ansin, milletning uyg'onishga manba bo'lgan, dastlab turadigan asoslari yana manba xarakterlik narsaga yana Qur'on hadis. Shu vaqtda musulmonlar shu din arxi ko'rinishi bo'lgan asosda o'rnidan shakllangan. Undan keyin 90-yillardan tortib 2000-yilgacha bo'lgan araliqda manda bir ahvol yuz berdi. Bizning 80-ci yildan 90-cı yilgacha burundan 100 yillab, 200 yillab Türkiston zaminida, Sharqiy Turkiston zaminida davomlashib kelgan bir diniy ko'rinish shaklida bo'lgan bo'lsa, u azroq o'rindan qo'pish 90-cı yillardan keyin bunda nima deymiz, endi xalqarodagi iqlim masalalari, ya'ni har xil turli iqlimlar shiddatlan eqib kirdi. Ama bu eqib kirgan vaqtda qanday shakllanib, qanday aqdi desanglar biz tushunmaydigan amma kirdi ishimizga. Masalan, vahobiylik kirdi, ixvonlik kirdi. Men bir narsani qisqagina eskartib qo'yay. Men qanday bir narsa misolga olsam, men uni qo'llaydigan yoki qarshi tarafda ekanligini ifodalamayman. Faqat misol sifatida deyapman. 90-cı yildan 2000-cı yilgacha bo'lgan araliqda bizda bunda o'zimizni tushunmaydigan elishib ketgan bir ahvollar shakllandi. Bir tarafdan vahobiylik iqimlari favqulodda kirdi, ixvonlik iqimlari favqulodda kirdi. Tushunmaymiz endi masalaning tigini ekanligini, ammo kirdi bizga. Qanday bo'lsa 90-cı yillarning oxirida Hizbut Tahrir kirdi. Masalan, mushlarning hammasi bir o'zgarish paydo qildi. Ve bularmı nimaga tayinadi desak, birinchi seviyedeki manba xarakterlik naska ve turas saqofiga buni tayinadi. Shuni o'ziga dastak qiladi. 2000 yillardan keyin 2010 bo'lgan aralıqda bir o'zgarishlar var. Andan 2015 desak bo'ladi hisobda. 2015dan keyingi hozirga qadar bo'lgan o'zgarishlar var. Mushlarning hammasida har qanday yerda biz nima ish qilsak, qanday o'zgarsak, Qur'on hadisda turib o'zgardik hamda. Men demoqchi bo'lganim shu. 80-ci yillik o'zgarishdim Qur'on hadis, 90-cı yillik o'zgarishdim Qur'on hadis, 2000-ci yillik o'zgarishdim Qur'on hadis, 2015dan keyingi navbatdagi ahvolimizda yana Qur'on hadis deb turib o'zgardik. Bizning har holatimizda yana bir tayinadigan yerlarimiz yana shu Qur'on hadis. Andas nima o'xshamaydi bir savolni so'rashingiz mumkin. Balkim bu savolning javobi bizning oldimizda qanday qilishi mumkin, chiqishi mumkin. Şunu da atudu li ayyi mujtama' min al-mujtama'at al-insaniyya. İnsanlar cemiyetinin har qanday bir cemiyetninki o'ziga miras ve ularning ang saviyasini shakllantiradigan bir manba nasri bo'ladi. Manba nasri. Turasiya degani shu ular miras shakldagi, ya'ni burundan bularni yetaklab kelayotgan ve saqofiyaki bularninki ang saviyasini shakllantiradigan bir nimalar bo'ladi, bir naslar bo'ladi.
فإذا نظرنا إلى الحالة الإسلامية نجد أن المرجعية التي تستند إليها biz İslam halatlariga qarasak, yuz bergan har qanday islom ishi bu alaqa buni to'g'ri deb qaranglar, xato deb qaranglar muhim emas. Muhim islom nomi bilan o'rtaga chiqqan butun ishlar bor ya, ashuni hammasini demoqchi. Har qanday islom holatiga qarasak, shuni bayqaymizki, shu islom holati tayangan manba Qur'on va payg'ambar hadisi. Kim nima ish qilsa Qur'on deb turib qiladi, kim nima ish qilsa hadis deb turib qiladi. Rasmiy yolg'onmi qarindoshlar? İslami teşkilat, İslami cemaat meyli fikri birisi bilan xilvat yiroq olsun, hammasi Qur'on hadis deb turib qiladi endi. Bu bir aniq masala. Aslında buluşun sebebi nimish qadisa shuni bilish uchun, ya'ni islom ahkomlari, islom aqidadagi ta'limotları, tasavvurlari, ibodat, tashri', axloq, adab va hayotning kundalik sohasining hamma sohalaridagi ahkomlarini qanday qilishni bilish uchun va uni to'g'ri xatoni bayon qiladigan bir o'lcham sifatida mashtaba bo'ladi. İslam dünyasida Qur'on hadisi var ekan, g'arb dunyosida nima bor? İslam dunyosida işte bir ish qilmoqchi bo'lganlarga manba bo'lish sifatida Qur'on hadisi var ekan, g'arb dunyosida bo'lsa, g'arb dunyosida yuqabiluhu fil g'arb fil fikr al-g'arbi, yani bunun qarshısida g'arb fikrida cho'ng bir turasi var bularninki, bu turasni Mesihiyye, Hristiyanlık bir din sifatida shakllantirilgan. G'arb dunyosining meyli sus olsun yoki ba'zi o'rinlarda kuchli olsun bir Hristiyan dindan iborat bir nimasi var, mirosi var. Ondan keyin gullanish davridagi mufakkirlarning fikrlari qo'shiladi g'arb dunyosida. Masalan, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, ondan boshqa siyosat, iqtisod va ijtimoiy jamiyatdagi g'arb fikrining qurg'uvchilari, atalari bo'lish bilan. Ya'ni bular g'arb bularning naslarini degani, mushlarning gaplarini ularning tasavvuri bo'yicha vifqan li tasavvuratihim, ularning tasavvurlari bo'yicha mas shaklda samaviy dindagi muqaddas narsning o'rnida ko'radi. Ro'shan nima bilan farq qiladi. Ya'ni mushuni biroz kengaytirib sizlarga yeni bir jamiyatlarga qarab baqinglar. Men oldin qatimliq kitobning muqaddima qismida deb o'tdim. Har qanday bir jamiyat mushta bir miros xarakterlik bularga ideologiya shakllantirishga asoslanadigan bital bir narsa marja manba ketadi. Yo'qib qolsa qanday qiladi? Paydo qiladi. Xuddi Xitoylarninki Kunzu idisiga o'xshash, kinki davrlarda paydo qilamiz deb qattiq kuchigan Mao'zedong Deng Xiaoping idisiga o'xshash qilinmadi uni, lekin qattiq kuchidi. Hindistonlardagi Gandiga o'xshash, Turkiyadagi Cumhuriyet qurilgandan keyinki Atatürkchilikqa o'xshash bir xil bir manba paydo qiladi bo'luvchi. Ya'ni falikulli mujtama, har qanday bir jamiyatninki bir to'ras xarakterlik bir bosqich, bir saviyasi bo'lib, nas xarakterlik bunga hukm qiladi, uningga murojaat qiladi, hozirga kelgusiga qarash uchun va bu qaror chiqarish xizmatidagi bir süzgüch hisoblanadi. Birinchi süzgüch. Ya'ni masalan birinchi süzgüch deb mushu gap bak muhim. Boshqasini o'qib turayli, mushu darsxonadagi 80 odam masalan bir dan jamoat shakllantirayli, bir dani bir tashkilotdan birini qurayli desak, bu tashkilot atrofida elingan har qanday qaror Qur'on hadisga zid kelib qolsa, aranglarda bir singlim olmaysizlar. Rasmiy yolg'onmi? Ya'ni tabiiyki biz islom a'zolari bo'lish sifatimiz bilan, musulmon bo'lish sifatimiz bilan bizning butun qarorlarimiz shu atrofda bo'ladi, shuni cho'rda bo'ladi. Unda olsa deyishim mumkin, nimishqa o'xshamaslik bor. Nimishqa ixtilof bor deyish mumkin. Sal turib buni qanday qilamiz tushunamiz. Masalan, Abdur güzel bir surat bilan buni ifodalayapti. Marja'iyat saviyasida manbalik birinchi saviyada birisi muqaddas nas bo'ladi. Ondan keyin muqaddas nasdan shakllangan bir ong meros bo'ladi. Chunki Qur'on, hadis desak, masalan bizga nisbatan biz ya to'yimiz ya to'ymaymiz, mollulli, turkulli, qanday bo'ldi? İdeyimizde shakllangan bir ideya va shu turasam deni bizning saqofat degan shu.
Bizden anlığa insan aynı anlamak adette insan kompütere oxşmaydigan bir tarafı kompüterga tak tak programma qaçılsаңla 100 kompüterga oxşaş qaçılındı. Lekin insanda özünün bir tayınıdığan bir inanç, iman, işenç, ma noktadan şekillendiğin bir an oldu. Aşu an eşit bir şekilde, beraber bir şekilde insanın bütün kararlarına tesir gösterdi. Bu birinci basqıç. Avval müşerden çıkıdı. Hele ki sizler su tazlaş üskünesini bilirsizler. Su tazlaş üskünesini. Su birinci tazlaş rayından ötep, ikinci yerden ötep, üçüncü yerden ötedi ya. Karar birincisi nereden ötedi? Mukaddes nes ve şununla münasip şekillengen bizden idiyimizden ötedi. Ondan ötep bolgandan keyin ikinci noktaga keldi ki el mustawa thani, ikinci basqıç keldi. Aşta karar çıkıldı. Meyde Abdur bizga demekçi olgan nima desanglar? İşlarning umumimizga ta'sir ko'rsatgan nuqtalarni bizga biridan tushuntirib o'tadi va mushu nuqtalarga zil muomala qilish haqida bir narsa deyotgandek. Qani tushunamiz. Asta-asta yavaş-yavaş o'qiyotimiz-ku. Ikkinchi bosqichga kelsak, asr bilimlari va uning qanoatlarining saviyasi ki her asrning ma'lum darajada bir bilimi bor. Men sizlarga dedim 80-yilning o'zgarishliq shu jamiyatning bir bilimi bor. 90-yılın özgürlük cemiyetinin bir bilimi var. 2000-yılı bütünlüğü özgerdi mesela şimdi ama. 2010'da texin özgerdi. Bunu hazır biz Türkiye'ye gelip ve temiren alakamız üzülüptü. Bizdeki meselelerine qarayotgan qarash tamamen özgerdi desek bo'ladi. Özgerdi mi özgermedi mi qarindoshlar? Qaysanın bugün kallisi 2015'teki kallı o'xshaydi. Meyli ijobiy olsun, salbiy olsun, kallı degan qanaqildi o'zgaradi. Ya'ni atrofimizda yashayotgan muhitninki mutlaqo bir nimasi bo'ladi, ta'sir bo'ladi, zodi o'zgaradi. Bu insanın kararına tesir gösterdiğin neyse bu. Bir misal alayım mı? 2010 yıldan tatip 2015 yılgacha bir gap sözlerimizde, sohbetimizde ya ki bir cemaatleşiş, teşkilleşiş, bir iş qilishimizda egizimizden bir tal millet degan gap qanaqalanmaydi, chiqolmaydi. Bir misal. Rasmi emasmi? Millet için degenden killam milletçi olduk. 2016-2015'ten keyin o kadar ahval özgerdi ki tas kaldı bazı özgürüp enge ötep ketkili ki ummet diglamaydigan bolup kaldı. Bugün ummet degenden killam Arap peresteydendi. Yani nima ta'sir qildi ki biz şu Uyg'urni biz to'q deganda bir avlod alınıp ketgan ya yo'q. Hammalar yashayotgan bilimiz o'zimizning 6 yil ilgari bir millat deglamaydigan millat bugun ummat deglanmayotdi. Hammasi millat deyotdi. Buning her narsaga ta'sir qilyotdi. Men o'rtada savdoga, tijoratchi, ziyoli, xizmatchi, hatto mollog'iga ta'sir qilyotdi, mollog'iga. O'z vaqtida mollalar ummet deb tabliq qildi. Bugün mollalar millet deb tabliq qilyapti. Masalan, men demekçi, yani davomli askar turyapman. Men ummet degan vaqtimda ummetçi yoki ummetga qarshi, millet degan vaqtimda milletçi yoki milletga qarshi ideyamni ifodalamayman. Faqat misol qilyapman men narsani. Yani insonda bo'lsin, her davrning, her asrninki ma'lumoti, bilimi mutlaq ta'sir qiladi. Şunlarla qadimki ulamolarning yozgan kitoblarini o'qishdan ilgari bizning ahamiyat beradigan narsamiz avtorining ismi. Yaşagan devre bo'lishning sababi her yaşagan davrdagi siyosat, iqtisod, ijtimoiy jamiyatning muhiti mutlaqo u odamga ta'sir qiladi. Masalan, bir narsani dey. Men Said Qutbni bek yaxshi ko'raman. Zilalul Qur'on tafsirlashidagi eng yaxshi ko'radigan bir tafsir. Ammo Zilalul Qur'onda bir narsani his qilamizlar qarindoshlar. Yani Said Qutb rahimahullohning türmedeki keyfiyatini his qila olamizlar tafsirda. Chunki tafsir turmada aytilgan tafsir. Aranglarda belki Misr ko'rib baqqanlar bo'ladi. Misrning turmusi degan hamda bir gap ham o'chu. Ashu Muhammad Alining qal'asiga chiqsanglar Misrga bag'allab qolsanglar, Said Qutb rahimahulloh yotgan turma bor ishadi. Aniq yozib qo'yganlar Said Qutb yotgan turma manching yilgacha.
Onun ahvali qarasanlar, şu vaqtdagi bir adamning kayfiyatini ko'rib oladi. Bir nuqtasini oldi bo'lsin, payg'ambar alayhissalomdan boshqa hech kim ma'sum emas. Har adamning gapi elinadi, tashlanadi. Ya'ni men demoqchi o'g'lim shu qarindoshlar, har asrdagi, har davrdagi umumiy muhit shu davrning har ishiga ta'sir ko'rsatadi shu davrdagi muhitdan nurg'un narsa suzilib qoladi, nurg'un qaror shu bo'yicha olinadi. Masalan, ta 2016 yil deyman. Umum millatninki tefekkürda mücahit başka nasipti. 2016'dan yillar 2017, 2018gacha millatning tefekkürü o'zgardi. Mücahitga boshqa qaraydi qoldi. 2010'larda men vatanda unda chet elga chiqish qizg'inligininki, chet elga chiqib mujohid bo'lishning o'tda qizg'inligini his qilgan. Yiqiladi kuryapmiz hamda rasul bo'lib qolsa agar shu gapi vatanga kirib mujohid bo'lishninki o'tda qizg'inligini kuryapmiz. Ya'ni har asrdagi bir muhit har narsaga ta'sir qiladi. Dedim ya, tabliğchining tabliğiga ta'sir qiladi. Yozuvchining yozgan materialiga ta'sir qiladi. Facebook, Twitterchilarningki yo'llagan yozmalaridan tortib her narsaga ta'sir qiladi. Tijoratchidan tortib. Shunga davatida olib turmayada fa'ala mustawa ulumul asr ve qanaatihi her asrninki bilimleri ve qanaati seviyesida sanajid biz şunu bayqaymizki enne li kulli asrin her bir davrininki mefahim özgürçülük bir tushunchaleri var. Tatrahu nefsaha fi saha orta o'zini tashlaydi o tushunchalar ve munaqishaga ehtiyacı var, taraqqiy qildirishga ehtiyacı var ve o'zini bir şekilde bir siga yoki boshqa bir şekilde mushu asrning ishtirog'i tanıdı. Mecburi. Adamning kalası o'zgaradi qarindoshlar. Endi samini shu. Mesela deyli bunu baştan kileyli bir İslam'ın birinci devrlerinde fil fitratil İslamiyel ula birinci devrlerinde biz şunu bayqaymiz ki bütün düşünce, bütün atalgı, bütün münaqişeler kitap sünnetler tesiri koşulgan. Ve bir turasil arabi ve Arap turasının tesiri koşulgan. Nima desem ben avval bir narsani tushunib qo'y. Payg'ambar alayhissalom kelgan vaqtda Araplar yaşayotgan bir muhit var. Peygamber Aleyhisselam Kur'an hadisini olib kelib o muhitni tamamen 100% o'zgartgan emas. Şu muhitning ichidan xatolarni xatoga chiqarib, to'g'rilarini va to'g'ri deb davomlashib ketgan bir ahvol bor. Ana bir din, bular islom dini da bir jamiyatni o'ngtay qivatmaydi. Şu jamiyatning dinga prinsip jihatda qarshi olmagan har qanday ishni e'tirof qiladi. Mayli urf-odat, kiyim-kechak, yürüyüş, gap söz dinga karşı olmagan her qanday bir ishni qana qildi qo'yib qo'ydi. Arablar islom kelishini ilgari salliy o'qigan bo'lsa, islom tamom salliy o'qidi. Agar shu islom bizning Uyg'ur Turkiston zamoniga tushgan bo'lsa, Qur'on hadis, biz burundan do'ppi kiyib kelgan bo'lsak, islom do'ppini nima xato deydi. Masalan, buni qo'shib qo'ydim ma gapni. Endi men demoqchi o'g'limiz shu sahabalar aşta şekilde bir muhit barlık kelgen bir devrede sahabalar yaşadı. Müslüman bulaşının aldıdaki Arap medeniyeti, yani Arap an tefekkürü. Anlayın Müslüman boğandın kin ki Kur'an hadis o Arap an tefekkürünün içindeki hata an tefekkürlerini tazlif etken bir an tefekkür oldu. Ki dehale fi tekvin hadihil aqliyetil arabiyye fil fitratil mubakkira minha bi hukmul vaqi. Şu vaqtdagi reallikning hukmi bilan mushu arab aqliyati dastlabki bosqichlarning ichida barliqqa keltirilishga qana qilgan kirgan. Shu vaqtda ashta shaklda barliq keltirildi. Ya'ni yo'g'rildi desak bo'ladi. Islom kelishdan ilgariki arab ang saviya arab tafakkuri bilan islom kelgandan keyinki tozlangan qismi yo'g'rildi. Chunki hunaka ash-shi'r yani şiir var, edebiyat var, til var. Bunun hemmesi aklını ma'lum derecede şekillendiriyordu. Min hayth nedri, avla nedri. Meyli biz bilgen, yak bilmegen noktalardan.
Demek Araplarning bir ingiva, tefekkürü demekçi. Ve Kur'an hadisinin mukaddes nesri keldi muş mirasının üstüge, Araplarning şu tefekkürünün üstüge, muşunun içinden pasitini yo'qotib ve buluşqa tegishlik ishleri buluş üçün. Yani qoldirtqanni qoldirib, yo'qotitqanni yo'qotdi. Muşu şekilde bir ang şekillendi. İzen undaqda demek xulasa manba xarakterlik nesler seviyesi boyunca aytgan vaqtda ummatning davrlaridan bir davrida kitap, sünnet şu vaqtımızda bab bo'lgan al-Qaim Arab mirasidan bab bo'lganlar bilan billa şu vaqtdagi manba va qanoatni shakllantirdiki sahobalarning kallasi ashta aytildi. Bu bir misal qarindoshlar. Bir sahoba davrini qanday misal qilyapti. Ondan keyin yine biz qarab baqaylik, davomlashtiraylik. Sahoba davri qancha davomlashdi? 23 yıl davomlashdi. Rasululloh tunji da'vatni boshlab vafot topgan kuni davomlashdi. Davomlashtiraylik. Abu Bakr 2 yıl vaqt o'tdi. Umar radhiyallohu anhu 12 yıl etrafında vaqt o'tdi. Bir 10 yıl etrafında 12 yıl vaqt o'tdi şu etrafda. Osman radhiyallohu anhu keldi. Osman radhiyallohu anhu kelişilen ben kitapni davatmayman. Şu vaqtdagi İslami muhitda biraz özgürlük paydo bo'ldi. Taraf-tarafdan yangidan musulmonlar kirdi. Yangidan musulmonlar islomga kirishdan boshqa millatlar orasida bir nimalar bo'ldi? Aralashib yashash shakllandi. Ondan keyin yangi rayonlarning fathisi qo'shildi. Masalan, Misrning fathisi, Shamning fathisi degandek fathilar qo'shildi. Mushlarning hammasi şu sahabininki Resulullah'ның devri ve Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anhumlarning devrideki muhitni o'zgartdi yani. Muhitni o'zgartdi. Yani sel ötepti. Ben Osman radıyallahu anh'ın devrida to'xtashimning sebebi o'zgarish Osman radıyallahu anh'ın devrini başladı emasmi? Osman radıyallahu anh'ın devri o'tdi, ma'lum o'zgarishlar bilan. Ali radıyallahu anh'ın devri o'tdi. Biraz cho'ngaygan o'zgarishlar bilan şu devridan tatib ondan keyin yani o'xshamagan tafakkur paydo bo'ldi. Uning keyinidan din dushmanlari qurolliq kuch jihati taqobil turishni ojizga vaqtda falsafa, mantiq hujumiga o'tdi. Bu islomiy sohaga kirdi. Qaranglar. Ondan keyin kitob qaranglar. Wajadnal muslimina musulmonlarningki boshqa madaniyatlarga ilgirilayotganligini ko'rdik. Boshqa madaniyatlarga ilgirlash degani men bayatınki fathi gapi bilan tugatdim gapni. Çünkü Mısır'ın şunda fethi qilgandan keyin Mısır'ның bütün medeniyetining ishki islom dunyosiga ochiladi. Islom dunyosidan xuddaligi ikki dengizning o'rtasidagi to'salg'ini shunday ilib madangizga qarab yopirilib kelib birisi bilan uchrashganday Misr madaniyati islom madaniyati bilan uchrashadi. Sham Hristiyan madaniyati bilasizlar, Misr shu. Sham fethi bo'lgandan keyin Sham tarafdan bir madaniyat to'lqini keladi. Cezire tarafdan bir medeniyet, İslam medeniyeti dolquni keladi, ikkisi uçuruşudu. Qaysi kuchli olsa shu tarafga oqidi, lekin ta'sir qiladi bizga. Hindistonmi shu va boshqasimi shu. Boshqa medeniyetlar tarafga eqib mong'oldi. Tabiiyki buningki ta'siri mutlaqo va mutlaqo bo'ladi qardosh. Shuning bilan islom dunyo sohasiga falsafa kirdi, mantiq kirdi. Bu yerda nim paydo bo'ldi? Nurg'un, to'qin, surkilishlar paydo bo'ldi. Fikir sahasida, fikir basqıçlarida çoğ özgürlükler, tahavvulat paydo oldu. Endi sizden so'rab baqay. Sahabalarning, 4 sahabining, 4 xalifaning davridagi kishilarning Qur'on, hadisga qaragan qarashi bilan tam 100 yildan keyin taxminan shu Umayya davri deyman. Shu davridagi mantiq, falsafa eng taraqqiy qilgan bir mezgildeki kişilerinin Kur'an hadisine karşı o'xshamdi. Tefekkürü o'xshamdi. Tabii ki o'xshamaydi. Resulullah davridagi ve ondan keyingi sahabalar Kur'an hadisine başka gözle qarasa, felsefe, mantiq kirgan, kişilerinin tefekkürü o'zgargan, meselelerge başka qaraydigan bo'lgan vaqtdagi Kur'an hadisine qarash o'xshamaydi. Endi biz bir narsani topgandek bo'ldik. Kur'an aynı Kur'an, hadis aynı hadis, lekin ko'z o'xshamaslik bilan olgan natija o'xshamadi. Sahabalar davri o kadar pakiz bir jamiyat, o kadar pakiz bir natijalarni qo'lga keltirgan bo'lsa, keyingi davrda nim paydo bo'lgandan keyin
ve yusbih hunaka minzaran jadiden. Yeni bir küzeynek payda oldu ki Kur'an hadisga qarash uchun. Shuning bilan İslam dünyasida turli felsefe mezheplari paydo bo'lishga boshladi. Havarij keyingi davrlarda shu nuqta bilan chiqdi. Tamam, Havarijning kelaqi felsefega biroz nim bo'lsa-mu, Mu'tazila deyli en güzel örnek. Bunun Türkçesinde kim paydo oldu? Eş'arili paydo oldu. Bunun Türkçesinde kim paydo oldu? Yeni bir paydo olaş tağlap. Aslımızı bademle, lekin Kur'an hadisga bo'lgan da qarashini, kuzga taqib olgan, ko'zoynak o'xshamaqliq tufaylidilar paydo oldu. Zaten bademli şu ortada, lekin qarashdilar paydo bo'lgandek bo'ldi hisobda. Ortada bir ko'zimizni ochdik, qarasak, menda Mu'tazila, menda Eş'ari, menda Maturidi, andan keyin birisi menda Salafi. Keyingi davrga kelgan vaqtda bu har xil nomlarni o'zgartib her davrda o'xshamagan bir siyoset, ijtimo bu ta'sirida o'xshamagan nomlar bilan o'rtaga chiqdi. Buning yine zamonimizdagi biz ko'rgan tüp misollardan birisi Vahobiylik. Vahobiylik desam, shu Vahobiylikqa qarshi yoki bu odam Vahobiy o'xshaydi demoqli. Men har narsani misolga olsam, mening maydonimni ifodalamaydi juma, uning ya qarshi yoki qo'llaydigan maydonini ifodalamaydi. Vahobiylik nima bilamsizlar qarindoshlar? Vahobiylik o'zini salafilik deb, salafiya deb menda ashunonga o'zini bog'laydi, salafilik deb. Hozir men o'zini vahobiy demay, salafiy deydi. Lekin ko'pincha ulamolar buni vahobiylikni salafilikdan ayırıydı. Bu şu 1800-yillarning oldi keynida Arab yarim orolida Osmanlı xalifaligidan qutulish uchun ham hozirgi Ali Saud'dagi podshoh jamiyati shuning 3-bo'lsa. Hozirgi Abdulaziz deymiz, shuning dadisi o deymi. Hisobda 3-avlod ismi shunroq qildi. Şula tarafidan mesela bir iqlim şekil hazır degandek bir iqlim şekillendirish uchun kuzga taqilgan bir ko'zoynak hamdi. Eng asosli tayindigini shu Muhammad ibn Abdul Vahhab ne asas qilib turib, o'zini Ibn Taymiyaga bog'lab, salafiylikka bog'laydi. Lekin bugungi nupuzli ulamolar buni salafiylikdan ajratib o'tadi. Asli bu salafiylikning chapinini kiygan bir siyosiy harakat deb qaraydi. Bir davlatni o'rish harakati deb qaraydi. Bizning aytganimiz kirdi shunda ama buning aloqi shunda keyiniga qarasak salafiylik bo'lganligidan salaf solihlar mesela ondan keyingi Ibn Taymiya va undan keyingi biz aqida kitoblarida o'qigan salafiylik bizlar bir inkor qildigan ish bo'lmagandan keyin, chunki aqida jihatdagi mu'tamad bir nuqta bo'lgandan keyin shuning bilan biz shuni bog'lab lamja qabul qilib ketdik vatanda. Bu bizga jiq ta'sir qildi. Shu mu hamda masalan o'xshash Qur'on, o'xshash hadis boshqa odamni shakllantirdi. Bir nuqtaga diqqat qilinglar. Ben misol uchun aytayapman-ku, shu vahobiylik desam, Qur'onga o'xshash, hadis o'xshash, lekin kuzga taqib olgan Qur'on hadisga qaraydigan, ko'zoynak o'xshamaydigan bo'lg'achqa, buningdan chiqqan odam o'xshamaydi. Abdur bir narsa demakchi. Men shu narsani bir izdavatime, yanında qo'shilganday. Ve bir narsalarni davatime, balkim sizlar tushundinglar, men uzoq tushuntirib oldim deb o'ylayman. Demakchi o'g'lim shu qarindoshlar. Osmondan tushgan Qur'on shu. Peygamber Aleyhisselam vahiy orqali olib kelgan hadis shu. Qur'on hadis tarbiyalagan sahoba o'xshamaydi. Undan keyingi 100 yildan keyingi jamiyat shakllangan Qur'on hadis tarbiyalagan odamlar o'xshamaydi-ki, birisi Mu'tazila, birisi Eş'ari, birisi Maturidi, birisi Salafi masalan. Va undan keyingi davrlardami, davrning o'tishiga ergashib Qur'on tarbiyalagan odamlar o'xshamayotdi. Bizning yurtimizdami Vahobiylik deb o'xshamaydigan bir necha xil odamlar Qur'ondan keyin ergashmaydi. Bularning hammasi nima desanglar? Yani Kur'an, hadis tuncu mənbə ulaşının ütəb, ikinci basqışda şu dövrdəki əvüzgü çıxan bir iqim Kur'an, hadiske olan düşüncemizni özgərtidir. Yani bu bir ikinci bir süzgüçemdir. Şunu da otudu. Ve həkədə fi kulli as sənəcidu əməmənə mislə hədid təhavlat. Biz hər əsrdə aldığımızda məşnun oxşaş özgürlüklərini qanaqlımız tabımız deyil. Köz aldığımızda gibi neçə misal var qardaşlar. Mesela yakın zamanda köp öttük.
İslam devletinde daha işte teşkilatlar öttü. Paranlışıp bakkan bolsanız şu vaqtlarda belki mis qilsizlar, yoki materiallarni ko'rgan bolsangiz his qilsizlar, tamam Qur'on hadis. Ama Qur'on hadis deb turib bu sep terbiyelagan adam tamamen o'xshamaydi. Bunun qarshısida yeni bir bölük adamlar var. Bunun qarshısida mesela Uyg'urlarning cho'ndrama deyli. Bunun adamı o'xshamaydi. Ve bunun karşısında Türkiye'de şekillengen bir ilmi muhittin birisi var. Mesela Azraqı İlmalar Birliği deyli. Bunun adamları uluğa okşumaydı mesela. Demişka hemmisi de aynen Kur'an, hadis var. Buluğa tesir kılatkan neyse Kur'an hadisinin zaten nimu dese ikinci mustawa athani. Yani özü yaşavatkan muhitki buluğa tesir kılatkan malumatlar. Hem de sizlerden rab baksam her əsrdəki biz yaşayotgan muhit bizning küzümüz bilan Qur'on hadisning o'tirida ma'lum darajada perdelik, ma'lum darajada süzgüçlük rolu bormi-ki yo'qmi-ki qarindoshlar? Tabii bor. Yani bu şu demek qarindoshlar. Bir adam Qur'on hadisni ikki qo'lda ko'tariliblam kelsa, oy ma Qur'onning gapini qildikan, ma hadisning gapini qildikan deb egashkil olmaydi. Bu odamning arq ko'rinishi nima? Bu odamning navbatda Qur'on hadisni bizga ko'z tutish uchun oldimizga qo'yayotgan aynak qanday aynak? Ma aynakning uqatdagi Qur'onni bizga bu qatda aynı şekilde ko'z tutib beralamdi yoki ma aynak o'zgartirib yo'qmi? Bak zil noktadan birisi var. Şuna Peygamber Aleyhisselam'nınki bir hadisini ben müşküller için anlatıyorum. Ben iki nesini kaldırıp koyup kettim deydi. Birisi Kur'an, birisi neymi hadis. Muşu gap acayip gap. Eğer biz alaka aslını tapmakçı olsak, yaşavatkan devrimiz ve onun aldığı devre yeni bir nesil hemmisinin halkı sahabeler devre verip aşı pak pakiz Kur'an'ne, pak pakiz hadisine bir vasıta eliş imkaniyetiga ega olmasak tez. Bunun yeni bir xatiri var. Qanday xatiri var bilamiz qarindoshlar? Biz Qur'on hadisini hech kimning ta'siriga uchramay, zamonimizdagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy to'solg'ularning hammasini busab o'tib tushunimizda berib, o'zimiz uchurgan o'zimizning kallasidagi cho'zlar bilan yangi bir fikrdan birining ya'ni o'xshamagan, to'g'ri bo'lmagan fikrdan birining paydo bo'lib qolishining xatiri var bu yerda. Şuna bu anda asan hareket etmez. Anda karar anda asan elinmaydı. Bir adamın ki palaniyaga qatılıb ketişi, bugün təşkilatga qatılıb ketişi, yeni bir nəsə bo'lib ketişi anda əslindiğən qarar emas. Yani demek etrafda yaşayotgan muhitning ki onun qiladigan nimasi var, ta'siri var qarindoshlar. Masalan deyli, bizning elhamdülillah bizning yurtimizda anda bek cho'ng o'zgarish olmoqli qarindoshlar. Masalan, bizning yurtimizga Xitoy 49-yillik Xitoy devletini kurup 55-yillik keldi desek buldu biz onu. Şundan keyin kelganligi Xitoyni biz cho'ng kichik ham bilan ishg'olash deb qaraymiz. Qizimizni chiqqanmisaqmi vatanda. Gerçi bir qism Uyg'urlarimiz ishlaydi, ular ishlasama, lekin biz uni ishg'olash deb qaraymiz. Shu nuqtadan bizning vatanning muhiti boshdan tortib ta oxiriga qadar to'qinish asosida bo'lganligida, tiklanish asosida. Xitoyning 2016dan keyingi bizga ishlatayotgan eg'ir besimmi, shunga nisbatan bir ochiqlanish deb qarayman men ko'pincha vaqtlarda. Xitoy o kadar təşviqatlanıb badı, o kadar tərbiyələnib badı, amma bizim millət Xitoy bilan qarşılaşışdan voz keçmedi. Onda olğandan keyin bizning hayotımızga boshqa narsa, shu asosiy nishon Xitoy bilan qarşılash olg'achqa, boshqa narsa ancha-muncha ta'sir qilganda qamlan o'tguncha hammasi keladi, 5 yil hukm suraydi, 10 yil ta'sir qiladi, ketadi. Bu shaklda anda bak bir cho'ng ta'sir qilib lekin ma uch arab davlatlari, masalan Özün İslam devletleri deydiğen mesela Mısır başlık o Orta Şark'taki bir Arap devletleri var ya. Mağolağa muşu ütep ketken 40-50 yıl içinde umumu dünyanın sistemlerindeki özgürlük acayip tesir kılıqlı. Fevkalade tesir kılıqlı. Mesela Abdül'ün bir mühim gibi var. وَإِذَا جِئْنَا فِي الْعَصُورِ الْحَدِيثَ Biz otur esriğe, yeni esriğe kelgen vaktimizde şunu da gördük ki komünistlikninki baş götürüp çıkışı hayat ne?
Yeni nazar ve yazmalar bilen beytti deydi. Qaranlama gapga. Bu nim degan gap desanglar, şu 60-cı yıllar, 50-ci yıllar, 60-cı yıllar atrofida Misr, Suriye, Iroq, mush 3 davlat Arab davlatlarining ichida bunda kuchlisi kuchli bir davlatlardi. Mushlarning hammasi bunda kommunistlik degan gap bularni diniy jihatdagi yaratquchi Alloh degan nuqtadan cheklamaydi xalqlari, lekin kommunist sistemasi bularga ajoyib ta'sir qilgandi. Ve etheret hazihi lugha bu til, yani ictimai sosyalistik, ondan ki en akıllı soğan ictimai sosyalistik noktadan, hatta ki terakkiyat devirlerden bir devirde malum şekilde ya ki başka bir şekilde İslam hitapları hiç tesir kılır ki ne bir noktada katılma. Komünistlik, sosyalistlik tüzüm degenini, sosyalistlik tüzüm degenini avazında mı yok mu? Tamam. Sosyalistlik tüzüm degenini bunda çöndürüşte yaman bir toğrudaki tüylüdü çoğu bu. Kana desana bir devletdeki baylıqның hemmini bir yerge toplayımız. Gepim qarаңlar. Sosyalistlikning çöndürülüşü manda. Bula başkalarga çöndürgen vaqtida. Bir devletdeki baylıqның hemmini bir yerge toplayımız. Bay namurat fark etmezden hemmizge tep-düz taqsim qilamiz. Ma şekilde gap qiladi endi. Bunaqandikin acayip yakıdı bu. Bularning alaqa jamiyatdagi bundan namuratlar qatılımı var ya, favqulodda yakıdı. Bizning vatandagi 70-ci yıllardaki yerini tatib olib, yer taqsim qilish deb bir gaplar bo'lgan. Madaniyat inqilobi deb hamma odamni bayliqning bayliqini pipan qilib, masalan, yerlerini elib boshqa taqsim qilib beradiganchu. Mushu hatta o'rta sharqdagi shu davrlarda islomiy xitob hech ta'sir qilganlikki, xuddi shuni to'g'ridak bir mesela xuddi bugun hamma odam millat deb tabliq qilgandek gapchu. Burun jihad masalan ummat deb tabliq qilsa, 10 yil ilgari bugun hamma odam millat masalan u bu deb tabliq qilgandek gap shu vaqtim o'zgarlik. Ma'lum vaqtdan keyin hamda va kadalik ra'smal kapitalistik tuzum kelib hamma odam shaxsiy egilik kuchayib, har odamningki xususiy mulklari idrob qilingan bu o'rtada o'zining kuchini ko'rsatgan vaqtda bumi ham islomiy xitobga ta'sir ko'rsatganlikki ma'lum davrlardan taraqqiyot davrlaridan bir davrida bir shakl yoki boshqa shakldagi yine bumi hamma odamning kallasida bir uqum paydo qilganligindi. Başta bir gaplar var qarindoshlar. Digil tutsak, ağıl tutsak misallar yamancık epoğulmaydı ama ben çöndürüp oylayım sizlarga. Yani o mu ketdi, bu mu ketdi? Yeni bir devr özgərdi bugün gündə. Yine hemen narsa özgərgen bunca çöndürülüp, qabul qilinib, aşta körülüp, közge bir küzeynek şekilde takılıp mangadı. Demek ki olan xulası gap şu. Yaşagan her devrindeki muhit senin küzeyinin küzeyneki. Sen biz karar çıkış degan baptı ya. Andakin muşu cemiyetli şekillengen bir teşkilat yoki bir hareketninki kararı şu küzeynek halatda buludu. Ondan keyin asrninki bayqashlari keldi. Texmo bir taraflarni qo'shish uchun va insoniy bilimlarninki taraqqiy qilish uchun yeni boshqa taraflarni qo'shish uchun va mushunga o'xshash kirgiziladigan, sirtdan kiradigan xizmat ikkinchi seviye bo'yicha har asrninki bilimlaridan, taraqqiyotlaridan davomlashadi. Agar ta'bir to'g'ri bo'lsa, bu reallikka qarash ve ilgirki nesler arkalık nesler jarayoninin kelgüsüge qarashga nisbatan ikkinchi süzgüç. Birincisi Qur'on hadis deb o'tsek, bunun üstüge eynekten birini qo'ymizki, ikkinchi bosqich shu davriningki ta'sir qilguvchi taraflari ikkinchi bosqich bo'ladi. Bu eynekni shunda üstüge qo'ysak, bu yeni bir bilik narsalarni qanday qiladi, süzib oladi. Masalan deyli, men bir misol olaylik qarindoshlar. Muş Araplarla uçuşup qalamiz, bazı Türklarla uçuşup qalamiz. Bizga yo'l ko'rsatib ketadi shu. Ba'zi Araplar deydi endi hali bir olim, hali siyosiy yo'lda olim bo'lib kitap qolsa emas, siyosiy yo'llar. Nimda Xitoy bilan kelishmaslar deydi. Bu gapni anglagandan keyin odamning nervasi 40 kez o'ylaydi. Ama anlashga majbur endi biz. To'xtab turay oxirsini deydi. Deydi ki
Men okudum sizlarning tarixingizdan deydi. Bir çoğun bir doktorning degan gapi bu. Siyosiy neden taqa bunda? Xalqarалық 33-yili bir cumhuriyet kurupsizlar öğretipti. 44-yili bir cumhuriyet kurupsizlar öğretipti. Şundan keyin ta hazır kadar küçüğünü günden günge acizlaptı. Xitayda bir çoğun bir devlet. Sizler normal aşılarla kelişip yaşap güzel puhrası olsanlar. Mesela sizlerge o kadar kenar çigirisi qanday qiladi uçuq. Xitaylığı davet qilib imanga kirgizib hal qilsamamdı mesela deydi. Hiç kim degil olmaydı dedim. Yani neşim degil olmaslıqның sebebi biçara adamdan ki faqat tushunmaganligiga qarata neşim degil olmaydı. Onun başlangıçtan tartib qaytadan tushundirsak edi masalani. Başlangıçdan tartib qaytadan tushundirsak bo'ldi. Chunki bu nima desa u odamning bir Xitoyning josusligi Xitoy yaxshi ko'rganlik emas. Nima desang, shu odam o'zining muhitida turib bizning davrimizga makuzangi taqab qaraydi endi. Ya'ni o'zining kuzayniki bilan. Bu odamga nisbatan bir qizlam javob yetdi mencha. Falastinliklar Isroiliya bilan kelishib o'ta. Isroiliya bir taraqqiy qilgan davlat, texnikasi bor, puli bor. Falastinliklar qattiq qaloq qilib qiliqli hozir texnikim yo'q, hech nima yo'q, pulim yo'q, jon boqolmay. Chegarisini ejotibligida, voy ma Falastinning rayoni o'tdi. Mao İsrail'e deb oltumay hemmeni qilib o'tibligida yashamamamda. Hatto İsrailning nüfusi az sildan. Biz bitislar deseklam gap to'xtaydi. Hatta ba'zi turk ustozlar deydi-ku. Sen davet qilsang Xitoyga, davet qilishdan boshqa yo'l yo'q deydi. PKK'lık davet qilsa qolmamdı. Ular bilan qarshilashib, hozir mana taxminan 70-yildan tatib da hozirga qadar bir 50 yilday vaqt oldu. Turkiya PKK bilan murodlik qilyapti. Ular bilan urushib o'tmay necha ming odam qani to'kilishini oldi. Boshlarni qanday qilsa qolmam masalan. Mushundan boshqa gap yo'q. O tushundigil olmaydi. Chunki uning kuzayniga taqalgan kuzaynak o'zining davri tushunchisi bo'yicha taqalgan kuzaynak, o'zining muhiti bo'yicha taqalgan kuzaynak, o'zining davlati, o'zining bo'yicha taqalgan kuzaynak endi. U kuzaynak bilan bizning yurtimizga, bizning dushmanimizga, bizning vaziyatimizga qarasa, tabiiyki boshqacha ko'rib qoladi u bizning vaziyatimizni. Ya bu haliqa masala ma'o, demakchi bu masalalar anda biz madarisini əfsuslanish uchun anlanglar yoki arablarning yoki turklarning ahvoliga qarata baho berish emas. Masalaning xarakterini bir-birlab yurityapmiz qarindoshlar. Ya'ni demakchi o'g'limiz bundan keyin chiqadi degan agar men gapimni oldirib qolmamasam bu gapni demakdim. Ya'ni har muhit, har davr o'ziga yarasha ong shakllantiradi va shu ong o'ziga xos bir qaror chiqaradi. Shu qaror o'ziga xos plan tuzadi va shu plan o'ziga xos bir shaklda ijro qilinadi ki bizning ishimizni biz qilamiz. Bizning ishimizni o'zimizning plani bilan qilamiz, o'zimizning tasavvur bilan qilamiz. Chunki biz shu Turkiston xalqi, Turkistonning fuqarosi o'zimizning ishni eng obdan tushunadiganimiz biz. Arablarning bir maqol tamsili bor. Ahlu Makka adra bi shihabiha deb. Mekke ehli Mekke'nin cılgılarını obdan bildi debçu. Bizning ishimizni kim biladi. Ama gap o emas, hozir men kitobdagi maqsad o emas. Maqsad buni cho'ng planlarda ta'sir qiladigan nuqtalar demakchi. Ta'sir qiladigan nuqta har odamninki o'zining nimasidir. Masalan, men bizning haliqi yüksek lisans bir dersimizde Suriyalik bir saboqdoshimiz bor. Suriyalik bir saboqdoshimiz bor. O'zi bir mujohid edemken, shu Basharga qarshi necha yil kurash qilgan, oxirgi vaqtlarda ma'lum sabablar tufaylidan burun chalqab qolgan o'qishimni davomlashtiray deb hozir Turkiyada yüksek lisansda o'qiyotgan birisi. Shu haliqi bayatınqa o'xshash bir gaplarımda Xitoyga nisbatan bir anda ko'rib boqmagandan keyin Xitoyni qarasa Xitoy o'zining eng go'zal taraflarini ko'rsatuvchi bularga ta'sir qilgan tarafi. Şunu dedim. Ben sana da qo'ydim. Bashar, sen qarshi urush qilayotgan Bashar Xitoydan menasi yaxshi desam, ash ko'zini chekchib chiqib ketgan tasla qoldi-chu. Nima uchun Basharni u qadar yomon ko'rdi? Xitoy kelib vaqtida bo'shab qoldi desa, chunki uning ko'zi Bashar muhitida shakllangan ko'z.
Ko'radiganning hammasi shu. Ammo bizning ko'zimiz Xitoy muhitida shakllangan ko'z, ko'radiganimiz Xitoyning qilgan etganlari, Xitoyning mohiyati. Masala shu qarindoshlar. Ya'ni men bugun kunda mushu davoni anglasak tabii yaxshi gap bo'liqi chunki tashviqot vasitasi bilan bir tashviqot sohasida, ra'yul am sohasida aktiv rol o'ynash intayin muhim. Lekin shu qanaatim borki, qancha tushundi biz tushunganning 50%ni tushunmaydi. Xitoyni qancha tushundi biz tushunganning 50%ni tushunmaydi. Unda o'g'andan keyin bizning ishimizga nisbatan hech kim muayyan to'g'ri bir fikrga kelinmaydi biz kelgandek va hech kim to'g'ri bir plan tuzolmaydi, hech kim to'g'ri yo'llanishga bizni yo'llantirmaydi o'zimizdan boshqa qarindoshlar. Demak, hamdagi bir siyosiy bir nuqtaning shakllanishi uchun shu muhitning ta'siridagi bir tafakkur lozim. Avval Qur'on hadis va Qur'on hadisdan munosib shaklda shu davriningki shakllangan muhiti, etkisi, ta'siri bilan bizning oladigan tushunchamiz o'xshaydi. Bayatman Sayyid Qutbni turmida o'tirib, Sayyid Pizlalni yozgan, Pizlaldan azroq bir dard alamninki uqubatning proqnis qilmadanlarimiz sen balki hech qachon qilmadanlar bo'ladi mutlaqo. Bir odam hayotida tushunmagan bir oyatni o'zining beshiga kelgan vaqtda tushunadi. Hayotida tushunmagan bir hadisni o'zining beshiga kelgan vaqtda tushunadi, amaliy beshiga kelgan vaqtda. Bir talib yillab haj babini o'qiydi. Bir qitim haj qilmoqcha haj babi to'liq qana qilmaydi, unda o'zlashmaydi. Yillab zakatning babini o'qiydi hadisdan, o'zining yanjiqiga pul kirib, zakat bermaguncha zakatning babi unda emillashmaydi. Mening demoqchi o'g'lim bu. Ya'ni har asrninki, har biz yashayotgan davrinninki o'zimizning muhitining bizni shakllantirgan bir ma'lumot va bu ma'lumot qaror chiqishga ta'sir ko'rsatadigan ikkinchi so'zgich. Şunlaşqa bizga Turkiston zeminining sirtidan har qanday qadam bir Qur'onni ko'tarib kelsa, hadis ko'tarib kelsa, biz Qur'on bilan hadisni inkor qilganlik emas, u odamning Qur'on hadisini olgan tushunchisini inkor qilamiz. Mayli qilganlar bo'lsin. Chunki u odam Qur'on hadisni bizning zamonga sololmaydi. Bizning zamonda yashamoqcha, bizning zamonning farzandi bo'lmaganga qadar qarindoshlar. Men mana demoqchi. وبذلك يكون لدينا مستوى ثان يجب تصوره في هذا البناء الكلي. شنو bilan bizda ikkinchi bir bosqichni nimada o'tdik ki buni mush umumiy qurilishni tasavvur qilishimiz kerakki, bizning umumiy qurilish deganimiz mush bir qitimliq milliy qutqizish, diniy qutqizish qurilishi u intayin ta'sir qildigani. Men muhimbek so'zlab ketishimning sababi bir qitimliq dars shundan tugul desak bo'ladi. Bu bek muhim nuqta bu-chu. İntayin ta'sir qiladi va asrlarning har asrida muhim. Her güzmü o'zimizning temidan boshqalarga yuch qochib bersak qat'iy bo'lmaydi. Hatto asli bizning aramizda shunday bir olimlar bo'lish kerakki, butunlay anda ko'chirmachilik deman, tarjimachilikni ko'chirmachilik deb qarayman. Hatto oddiy fiqhiy nuqtalarimizga o'zi Qur'on hadisdan bizning muhitimizga mos bir shaklda bazı navazillarda hükümler alaydigan bir mujtehidlerimiz şekilleniş gerek asli. Maalesef aramızda meyli petava olsun, meyli fıkhi hükümlerini etkiziş olsun, asasen başkalarındakini tercüme kılış deydigan bir ahvallap kaldı. Tercüme kılmagan takdirde mi nimesini nakıl kılıyordu, fikrini nakıl kılıyordu, mezmunu nakıl kılıyordu, özünü bir vasıta kılgan bilen mi? Ama her yani siyasi muhiti, fıkhi muhiti biraz farklanıyordu. İmam Şafii'ninki Bağdat ile Mısır'da iki mezhebi var. Bu da işin sebebi yeni mezhep, konu mezhep de şekillenişi Mısır'la Bağdat'ın muhiti okşamaydı. Pıkkın oktular. Hazır biz siyaset babında ketip attığımız yani pek muhim kardeşler. Nimde pek çok Allah'ımını belki çöndüğünle yani Türklü bir gibi özümüzün kindikimizni özümüz kisiz daha demekçi. Yani özümüzün kindikimizni özümüz. Biz bir Müslüman milletler sıfatımız ile Kur'an bizden, hadis bizden. Maylık Allah'ın aldı olsun. Kur'an hadisini biz özümüzün muhitide turup Allah bizge irade kılgan bir şekilde düşünüşümüz gerek. Maylık Allah'ın aldı olsun. O Bağdat'ta oturup yazılgan bir Kur'an'ın tefsiri. Tamam. Kur'an'ın 2000 yılga yakın tefsiri var hazır kadar.
Bu tefsirlerning hammasi ma'lum darajada bizga asos bo'ladi. Xatolanmasligimizga asos bo'ladi. Bularmi manba xarakterlik, marja xarakterlik tefsirlar. Ammo Qur'on bizni davomli nazariya shaklda qolmaydi-da Qur'on. Bir ishni qil deydigan bir buyruq bor Qur'onning. Bizdan bir ishni talab qiladi bunda. Tirik bir musulmon bo'lishimizni talab qiladi Qur'on. Yaşa deydi. Bugundan tortib mushbun yaşa deydi. Aşı buyruqqa kelgan vaqtda biz o'zimizning davrining talab taqozosiga mos bir shaklda Qur'onning bizni talab qilayotganiga uyg'unlashish lozim. Bir odam 14-asrda Bag'dodda o'tirib, 15-asrda Qohirada o'tirib, 12-asrda Istanbulda o'tirib, Qur'onning bugungi xalqimizga talab qilgan bu deb yozgan gapini akilib 21-asrda Sharqiy Turkiston zaminida Sharqiy Turkistonlik musulmonlarga mushtaq qilishing kerakkan deyish haqiqatan de favqulodda bir zulm. Bu zulm Qur'onga qilgan zulm va shu Qur'onga egishimiz deb mangan musulmonlar qilgan zulm bo'ladi qarindoshlar. Mening demoqchi bo'lganim shu. Avgo boshqa uyda ketib qoldik. Yo boshqa mazmunlarga siyosat sohasidami shu qarindoshlar. Ular bugungi darsimiz tam dal soat 8da oxirlashdi. Asli planda birinchi namuzaj tugish kerakdi, lekin tugmay qoldi chunki ikkinchi mustawa biroz muhim mustawa. Shunga biroz kengaytirib qoldim, taraf-tarafga chechib ketib qoldim. Vaqtingiz uchun rozilanglar. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.